Xotinjon, chiq, senga yangi ko'ylak olib keldim. Qalay, yarashibdimi? Zo'r bo'lib yechib qo'y, ko'ylak kiyasan buni yaltiroqda. Xo'p, rahmat. Aytsam ishonmaysan, tushimga go'sht kiribdi. Tushga nimalar kirmaydi deysiz? Oshdan oling. Go'shidan oling. Ya go'sht yemayman, o'zim o'nab ochaylik ham. Gazlik ekan-ku bu. Hayotim, mana shu oshxonani eshigini yangilashimiz kerak. Bunga eshik. Ana qalay? Voy, buncha zo'r. Buni eshigi dastak bu yoqqa mana. High-tech eshikmi? Shu kreditlardan qutulsak bitta supurga olamiz-da uyga. Yo'q, bu ham yaxshi o'zi. U originalda, u germanskiy u. Hayotim, tug'ilgan kuningizga sovg'a olib keldim. Qanaqa sovg'a? Krossovka. Xuyti. Salamandra 45. Yoqdimi? Rahmat. Yig'lashim keladi. Ha? Shashlik yeyman. Shashlik. Ana men yeb ko'r qani. Yo'q, men dubbasidan yemayman, go'shtidan yeyman. Ana go'shtlarimizni ko'r. Sadaqa qiling, sadaqa radi balonni qaytaradi. Kreditlaringiz bu. Ha. Sababli. Men tamom darvozaga yozib qo'yinglar qayman. Bo'ldi men. Hamkasblar gruppasiga yozaman, tamom hech kim kirmaydi bu yerga. Rahmat tushunganingiz-chi? Aha, qo'shni, kredit tugamadimi hali? Ha, sekin-sekinda endi. Ha, erta to'yga o'ting. Ash ketmas berib turing, to'g'rilay kerak bo'lib. Yashashni o'zgartiring, unaqa yashab bo'lmaydi. Uka, uydamisan? Ya, ha, opa, keling. 1-2 hafta jiyaning sizlar bilan turib tursin. Yo, opa, bizdan sharoitni bilasiz o'zingiz. Sharoitni bilganim uchun olib keldim-da. Buni qara semirib ketganini osish kerak. Ol. Ha, kech ya. Ha, qo'shdi. Qo'shni. To'yga ozgina yetmadi, kredit oladik-da. O'zingga nima ovqat qilamiz? Uyda hech narsa qolmabdi. Xavotir olma. Xotin mana quyonni olib keldim. Ure, go'sht yeymiz, baxtli kunlarimiz keldi. Magalib siqa. Uka, uydamisizlar? Ayajon, meni olib keting, og'riqlab ketdi. Hayotim, keling, issiq suv tayyorladim. Men rostdan uyg'ondimmi? Uylanish buncha mazza. Ya bering, men o'zim quyaman. Nimaga unaqa deysiz, o'zim qo'yaman? Ikkita qo'lim bilan birinchi marta yuzimni yuvishim. Yangi yil keldimi? Yo'q, hammasini siz uchun tayyorladim nonushtaga. Keling. Nimalar bo'lib turibdi hayotimga? Yoki bular meni boqib sotmoqchimi? Ya qalay sotadi? Men mol emasman-ku. Hayotim, bugun uyga xolamla mehmonga kelishmoqchi edi, maylimi? Bilmadim, birorta kattaroq odamdan so'rang. Katta odam sizsiz-ku. Menga shunaqa vakolat bo'lmi? Yo'q deb ko'ray, qani urmas. Ertagami kelsinlar? Xo'p. Mayli, bugun kelsinlar. Ertagami, bugunmi? Bilmayman, meni gapim o'tay. Assalomu alaykum. Ey, yankiyov, ey. Yeraki menga yordam ber. Ushla o'tir, bir-biriga tekkizma, men to'kiradi ichkariga, ushla. Alo. Begim, kelyapsizmi? Sizni sog'indim. Tasha. Qo'lingni tasha, yo'qol bu yerdan. Yo'qol bu yerdan. Alo. Erkin sinfdoshimiz Xonsaroyning Muhabbat shahri loyihasidan uy olibdi. O'shanga choyxona qilib beryapti. Sen kelasanmi, yo'qmi? Hayotim, qarab boring. Boshqa joyga tushdingizlar. Hozir. Ishingizga yaxshi borib keling. Ishdan qaytganingizdan keyin issiq suvni tayyorlab qo'yaman, cho'milib chiqasiz. Cho'milib chiqqunizga men ovqat tayyorlab qo'yaman. Keyin ovqatni birga kino ko'rib yeymiz-da. Holatimni silay, yorini yig'isidan